Dua qiling. Amin. 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 Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Allohim o'zingga hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga behisob durud salovatlar bo'lsin. Onam Ortiqali, men kelinim Azzaxon Ummatali Shahriboni umra amallarini bajarib keldik. Alloh qabul qilganlar qatoriga qo'shsin. O'tgan dadajonimiz ruhlari shod bo'lib chop kelsin, joylari jannatdan bo'lsin. Zebuxon opamni, Mirkomiljon ukamni, Shodiyaxon jiyanimni Allohim qabrlarini Qur'on nurlari bilan ravshan qilsin. Parvardigorim, Ortiqalining tan joni sog' bo'lsin. Onamni bizga borib keldi. Alloh rozi bo'lsin degan mehnatlaridan. Mahallaga hammalaring bizni xursandchilik bilan kutib oldilaring. Hammalaringga rahmat. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Xudo andalar, katta kichik, opa, uka, aka, singillarimiz hammalari sog' salomat bo'lsin. Hammalaringni chaqirdik. Mahallada yurt olamda barcha bemorlarga Allohim shifo bersin. Hammalaringni qayta borishlikka Allohim o'sha yerda Ka'bani oldida duo qilib chaqirdik. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Rahmatka ya arhamar rohimin. Şükürler, hammalaring şükürler.